Allah Taala yer yüzüde çoğun işlerini tutquzmoqchi bo'lgan kishilarni ana shunda qiyin musibatlarga selish orqali tavlaydi. Ana shu musibatlardan, qiyinchiliklardan o'tadigan vaqtida Alloh Taala ularga ash cho'ng vazifalarni tutquzadi. İman üçün kelgan qiyinchiliklarga sabr qilganlar, Allohga isyon qilmaganlar, qaqshamaganlar, iymonni tavrimaganlar bugun kunimizning Ammar ibn Yasirlaridir. Ey Yasir jamiyati, sabr qilinglar. Sizlarning jam bo'ladigan joyinglar jannatda bo'ldi. Biz bugün iman üçün bedel to'lashda, tarixiy ulgu yaratgan, iman üçün kelgan qiyinchiliklarga bardoshlik berishda misli kam tepildigan sahoba, islomdagi tunji shahid onaning o'g'li, shahid o'g'loni Ammar ibn Yasirdan tanishib chiqamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga vahiy kelganda, payg'ambarimizga tunji bo'lib ishongan kishilar ichida Ammar ismli bir yigit bor edi. Uning dadasi asli Yamandan Makka ko'chib kelgan bo'lib, Makka kelgandan keyin Bani Mahzumlar jamiyatining himoyasi ostiga kirib, shu yerda yashab qolgan. Odatda Makkaga sirtidan birisi kelib urlashmoqchi bo'lsa, cho'qim Makkaning ichidagi bir jamiyatning, bir aymoqning himoyasi ostiga kirib, undan keyin u yerda bexatar, xotirjam yashayoladi. Agar bir aymoqning yoki jamiyatning himoyasi ostiga kirmasa, uningga har kim har vaqt hujum qilishi yoki uning joni yoki meli zaxmiga uchrash ehtimoli bor edi. Shuning uchun u davrda har bir odamning o'zi tava jamiyati yoki aymoqi bor edi. Ammar ibn Yasir bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga noit o'chmanlik qilgan islom ummatining ashaddiy dushmani, musulmonlarning fir'avni Abu Jahilning jamiyati bo'lgan Bani Mahzumlarning himoyasi ostida edi. Shuning uchun Ammar ibn Yasir o'zining mu'min bo'lganligini, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga iymon etganligini o'zining jamiyatidan, hatto ota-onasidan noit maxfiy tutdi. Lekin ota-onasi uning atdigan va kashda yo'qolib ketganligi va kashlarda uyga pat qaytmaydiganligini ko'rib, uningdan bir xil g'ayrilikni his qiladi. Va uningdan: "Ey balam, sana nima bo'ldi? Nima uchun atdigan sahar chiqib ketsa, kashda baldir uyga qaytmaysa, nima ishlarni qilyapsa?" deb so'raydi. Ammar ibn Yasir bir qancha qatim yushirib baqqan bo'lsa-mu, lekin o'zi tetigan bu haqiqatning ta'mini ota-onasiga tetqizish uchun oxiri bu haqiqatni ota-onasiga anlatadi va o'zining bu haqiqatga ergashganligi, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga iymon etganligini ota-onasiga aytadi. Uning ota-onasi, ya'ni Yasir va Sumayya o'g'lining og'zidan chiqqan so'zlarga hayron qoladi. O'qilgan oyatlar, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan olgan ta'limotlar ularning qalbini yuritib, xuddi zulmat ichida qolgan vaqtida oldiga yiqilgan chiroq kabi ularning oldiga yurib ketadi. Shuning bilan Ammarning dadasi Yasir va Ammarning onasi Sumayya darhol iymon etib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'iga boradi. Va o'g'li Ammar bilan birlikda atdigan kechda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan Darul Arqamga to'plashib ta'lim oladi va yangi tushgan oyatlarni o'rganadi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga noit dushmanlik qilgan Abu Jahilning himoyasi ostida bo'lg'achqa o'zining iymonini bir oila kishilari noit maxfiy tutdi. Lekin ular iymonni shuncha maxfiy tutsa-mu, Abu Jahil ularning musulmon bo'lganligini bir kuni bilib qoladi. Va Abu Jahil noit g'azablanib, yashinib qolgan Yasirni va ayoli Sumayyani va ularning o'g'li Ammarni optopda sirtqa chiqib to'riklarga bog'laydi va ularni: "Iymoninglarni yeninglar, bo'lmasalarini iymoninglarni yong'uchilik qiynayman" deydi. Yasir shuncha yashinib qolgan bo'lsa-mu, "Xolisang o'ltir, xolig'ini qil. Biz haqiqatni amdi topdik. Bu haqiqatdan hargiz ayrilmaymiz. Biz Muhammadning oxirgi payg'ambar ekanligiga qalbimiz qanoat topdi. Bu iymondan, bu haqiqatning kelimizga yonmaymiz" deb keskin ifodasini bildiradi. Abu Jahil qo'liga qamchini elib, pishg'irim issiqda ularni qamchilab qiynashga boshlaydi. Ammo Yasir, ayoli Sumayya va o'g'li Ammar noit iymoni mustahkam turadi. Ular iymonda qancha mustahkam turgan siri Abu Jahil ularni shuncha qattiq qiynaydi. Neyz bilan uradi, lekin ular yana iymondan yanmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularning shuncha qiynalganligini ko'rsa-mu, ularning qashini o'tib ketib olib, ularga noit ich og'ritdi, lekin ularni qutqiza olmaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'zi yolg'iz edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ularga: "Sabran ali Yasir, fa inna maw'idakumul janna." Ey Yasir jamiyati, sabr qilinglar. Sizlarning jam bo'ladigan joyinglar jannatda bo'ldi deb ularga jannat bilan bishorat berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bishoratini olgan bu oilaning iymoni texmi kuchaydi. Abu Jahil ularni bir qancha kun pishg'irim optopda shuncha qiynagan bo'lsa-mu, iymondan qilchkani keltirolmaydi. Abu Jahil texim vahshilashib, ularni qiynash uchun tig'liq asboblarni ishlatishga boshlaydi. Qilich bilan badallarini tiladi. Hatto Sumayyaga neyzini sanjiydi. Sumayya og'riq azobidan qattiq chiqiraydi. Uning chiqirgan ovozi Makka osmonini bir oladi. Abu Jahil endi iymondan yandigan bo'ldi, endi voysiridi, endi chuqum iymondan yanadi deb Sumayyaning oldiga kelib, "Muhammadni bir qatim tillab ba, men seni qo'yib o'tay" deydi. Sumayya noit azoblangan, shuncha qiynalgan, shuncha holi qolmagan bo'lsa-mu,
mu? Bu gapni anglab qaytadan asli keladi va Abu Jehilning yuziga qattiq birini tükürüydü. Abu Jehil nayta g'azablanib, qo'ldagi nayzini Sumayyaga sanjiydi. Shuning bilan Sumayya Allah yo'lida shahid bo'ladi. Shundaqla islom yer yuziga kelib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga vahiy kelgandan keyin islomdagi tunji shahid ayol degan sharafga erishdi. Ayolning vahshiylarcha o'ldirilganligini ko'rgan Yasir bog'liqdan bo'shinish uchun har tarafga o'zini atadi. Lekin bo'shina olmaydi. Abu Jehil uning oldiga kelib, agar iymoningdan yanmasang, Muhammadga til tekkizmasang, seni bu ayolingga o'xshash o'ltirib o'tama deydi. Yasir shunchalik qiynalgan, ko'z oldida ayoli vahshiylarcha o'ldirilgan, yashinib qolgan bo'lsa-mu, ya'ni iymondan yanmaydi. Vahshiy Abu Jehil shu yashinib qolgan odamga ish og'ritmay, Yasirga nayz tiqib, shu yerda shahid qilib o'tadi. Ko'z oldida onasining vahshiylarcha shahid qilganligi, dadasining ko'z oldida shahid qilganligini ko'rgan Ammar asli hushini yo'qotay deb qaradi. Abu Jehil Ammarning qashig'iga kelib, iymoningdan yan, agar iymoningdan yanmasang, seni onang Sumayya va dadang Yasirga o'xshash vahshiylarcha o'ltirib o'taman deydi. Va Ammarni nihoyatda qattiq usullar bilan qiynashga boshlaydi. Ota-onasining ko'z oldida shahid qilinganligi va o'zi kelgan azoblarning nihoyatda dahshatidan Ammar o'zi rozi bo'lmagan holda shirik labzini tilga olib soladi. Ya'ni iymondan yenib soladi. Buni anglagan, buni ko'rgan sahobalar Ammar tugashdi. Ammar iymondan yandi. Endi uning ishi tugadi deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishig'iga boradi. Va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bo'lgan ishlarning hammasini so'zlab berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom to'xtanglar. Ammar bilan o'zim bir ko'rishaman deb Ammarni chaqirdi. Ammar kufr so'zini og'izga olganlik uchun Abu Jehil uni quvvatga aytdi. Ammar ibn Yasir o'yga kelib, eshikni taqab o'yning ichida qattiq yig'lashga boshlaydi. Men nim deb saldim. Men iymondan yenib saldim-mo deb nihoyat azoblandi. Shu vaqt sahobalar Ammar ibn Yasirni izlab keldi. Va uningga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uchun chaqiryotdi deydi. Ammar ibn Yasir ko'ngli nihoyat yerim va yig'lagan holda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning oldiga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ey Ammar, sana bo'lgan ishlarni va sen degan so'zlarning hammani angladi. Sen shu topda qalbingni iymon qarta qandoqroq his qilyapsan?" deydi. Ammar ibn Yasir ko'z yosh qilgan holda: "Ey Allohning elchisi, mening qalbim iymonga to'lgan. Mening qalbimda iymon qarta hech qanday shak shubha yo'q. Men faqat og'zimda azobga chiday olmay deb soldim" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Va in aadu fa'ud." Agar seni yana jazolasa, yana shuning o'xshash qiynasa, sen yana og'zingda kufr so'zni qilib, qalbing iymonga to'shaq, og'zingni yana deb bersang bo'ladi. Va shundaqla Ammar iymondan chiqib ketdi deb Ammarning iymonini qarta shak shubha bilan qargan sahobalarga muli Ammarun imanan ila mushashihi. Ammar tirniqining uchidan tatib, tapinning uchigachilik iymonini tushaq deb uning iymoniga guvohlik beradi. Ammar ibn Yasir payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu so'zini anglagandan keyin xushallikdan yig'lab ketdi. Ondan keyin Alloh taolo tuvanlik oyatini nozil qiladi. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah. Lahum azabun azim. Qandaq bir odam Allohga iymon etgandan keyin iymondan yenamasa, Allohning g'azabi uning ustiga bo'ladi. Lekin iymondan majburlangan, zo'rlangan bundaq kishilarning qalbi iymonga to'lgan turib, ig'izda deb bergan bo'lsa, ya'ni ig'izda iymon yenib bergan bo'lsa, bular mustasno. Ya'ni ular Allohning g'azabi bo'lmaydi degan bu oyat nozil. Undan keyin Ammar texminiklab ketdi. Sahobalardagi savrchanlik mana shundaq edi. Ular iymoni uchun mana shundaq musibatlar kelsa, ko'z oldida onasi vahshiylarcha o'ldirilsa, dadasi o'ldirilsa, ya'ni iymondan qilji tavrilmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularning qishini o'tib ketyapsimi? "Ey Muhammad, biz sana ishonsak, bizni qutuldirmamsa" deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga asla tapatani qilmaydi. Chunki ular bularning hammasining bir imtihon ekanligini qabul qilgan va ishongan va dunyoda tortgan azoblari va musibatlarining hammasining mukofotini oxiratda oldiganligiga ishongan edi. Ammar ibn Yasir iymoni uchun islom yo'lida ana shundaq onasi va dadasini qurbonlik berib bo'lgandan keyin hech bo'shashmay payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishidan ayrilmay payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ta'lim oladi va islom da'vosida eng muhim kishilarning birisiga aylandi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga hijrat qilganda, keyinidan Madinaga hijrat qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ammar ibn Yasirni "Bit-tayyibil mutayyib, ey pok yigit kel" deb nihoyat qizg'in qarshi oladi. Ammar ibn Yasir Madinaga kelgandan keyin Quba masjidining qurishiga Allohning kuch chiqarib bir qo'lliq yordamlashadi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga elib borgan jihadlarning hammasiga birisidan qolmay qatnashdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ammardagi fidokorlik, qo'rqmaslik, jasorat va savrchanlikni ko'rib, jannat 3 turli kishiga taqazzo bo'lib ketdi, ishtiyoq bo'lib ketdi. Uning birisi bo'lsa Ammar ibn Yasir deydi. Xolid ibn Valid bir qatim Ammar ibn Yasirga qo'pollik qilib soladi. Bu ishni anglagan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qandaq bir odam Ammar ibn Yasir bilan adovatlashadi ekan, o kishi Alloh bilan adovatlashgan bo'ladi. Qandaq bir odam Ammar ibn Yasirni g'azablantiradi ekan, u Allohni g'azablantirgan bo'ladi.
deydi. Buni anglagan Xolid ibn Valid qilganlariga nihoyat pushaymon qiladi va Ammar ibn Yasirdan kechirim so'raydi. Ammar ibn Yasir toki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topgan qadar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yenidan ayrilmay payg'ambarimiz ilib bo'lgan jihadlarning hammasiga qatnashadi. Islom davosining eng oldingi saflaridan o'rin oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topgandan keyin Hazrat Abu Bakrning davrida murtadlar qarshi ilib bo'lgan urushda ajoyib qahramonlik ko'rsatdi. Uning qo'li kesilib ketgan bo'lsa-mu, yana parvo qilmay qo'lni tingib o'tgandan keyin ajoyib qahramonlikni ko'rsatib, u urushda Ammar ibn Yasirning hech qachon ko'rilib boqmagan botirligi namoyon bo'ladi. Hazrat Umarning davri kelgan vaqtida musulmonlar ajoyib kuchlandi. Islom jug'rafiyasi nihoyat kengaydi. Bu vaqtda islomning ilgirki davrlarida ajoyib qiyinchiliklarga uchragan onasini va dadasini shahid bergan Ammar ibn Yasir Kuf shahriga, ya'ni Iroqning bir qismi bo'lgan Kuf shahriga vali bo'ladi. Abu Cehilning neyisi va qilishlar ostida azoblanayotgan vaqtida Ammar ibn Yasir o'zining bir viloyatga vali bo'lganligini xayolig'iga keltirmagan edi. Ularning ana shunday qiyinchiliklarga uchrashi, Allohning ularga g'azab qilganligi yoki qilsagan gunohining badali bo'lmasdan mana bu kunlarga, ya'ni vali bo'lgan kunlarga tavlash edi. Ya'ni tayyor qilish edi. Alloh taolo yer yuzida cho'ng-cho'ng ishlarni tutqizmoqchi bo'lgan kishilarni ana shunday qiyin musibatlarga selish orqali tavlaydi. Ana shu musibatlardan, qiyinchiliklardan o'tadigan vaqtida Alloh taolo ularga shu cho'ng vazifalarni tutqizadi. Xuddi sahobalar o'xshash dastlabki davrda ajoyib qiyinchiliklarga uchradi, sabr qildi, bardoshlik berdi. Keyin bo'lsa, islom jug'rafiyasini yer sharining 3 dan 2 qismigacha kengaytdi. Musofir, ko'chman, Makkada Abu Jahilning himoyasi ostida yashaydigan, shundaqla Abu Jahilning qamchilari ostida qiynalgan Ammar ibn Yasir ana shu qiyinchilikdan, ana shu sinoqdan o'tgandan keyin Kufaga vali bo'ldi. Shuni o'ylab qolaman, bugungi kunda Uyg'ur musulmonlarning bunchalik qiyinchiliklarga uchrashi Alloh taolo bizni texmi cho'ng vazifalarga tayyorlayotgan bo'lishi mumkin. Agar biz bu qiyinchiliklarga qarshi to'g'ri pozitsiya tutib, uningga sabr qilib chidab o'zimizning vazifasini, majburiyatini unutmay iymonimizni mustahkam tura olsak, ya'ni Allohning bu sinoqlardan o'talsak, Alloh isyon qilmasak, sabr qilsak, Alloh taolo bizga butun dunyo qo'rqayotgan zolim tajovuzlarga qarshi g'alaba ato qiladi. Cho'ng vazifalarni bizga tutqizadi inshaalloh. Ba'zi kishilar biz kelgan zulmlarga qarab, nima uchun bizga buncha zulmlar keldigandi? Alloh taolo bizga g'azab qilayotganmidi? yoki qilgan ba'zi gunohlarimizning sababimidi degan bu savollarni qo'yadi. Bir mu'minning yoki bir millatning qiyinchilikka uchrashi bir qancha xil sabablik bo'ladi. Balki o'zining gunohi sabablik bo'ladi. Balki Allohning jazosi sabablik bo'ladi. Balki Alloh taolo u millatni texmi cho'ng vazifaga, texmi cho'ng bir o'ringa ko'tarmoqchi bo'lsa, ana shunda qiyin musibatlarga soladi. U musibatlardan o'tgandan keyin xuddi oltinni tovlaganga o'xshash tovlab bo'lgandan keyin Alloh taolo bizni o'zi iroda qilgan ishlarga muyassar qiladi. Shuning uchun navbatda biz duch kelayotgan bu musibatlarga qarab hargiz tushkunlashmaylik. Alloh taolo bizni tayyorlayotdi. Alloh taolo bizni cho'ng bir vazifaga tayyorlayotdi. Shuning uchun biz kelgan sinoqlarimiz shuncha cho'ng bo'ladi. Ya'ni imtihonning cho'ng bo'lganligi uningdan keyingi mukofotlarning cho'ng bo'lganligini bildiradi. Shuning uchun biz kelgan musibatimiz cho'ng. Ya'ni biz qildigan ish cho'ng bo'lganligi uchun. Hazrat Osmonning vafotidan keyin Hazrat Ali davrida Hazrat Ali bilan Muaviya o'rtasida surukilish bo'ladi va urush yuz beradi. Bu vaqtda ba'zi sahobalar ko'zini Ammar ibn Yasirga tikishadi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Ammar ibn Yasir bag'iy kishilar tomonidan o'ldirildi deb bishorat bergan edi. Ya'ni haqli xalifaga qarshi chiqqan osiy jamoat tomonidan o'ldirildi deb bishorat bergan edi. Darvaqa Ammar ibn Yasir Hazrat Ali tarafida bo'lib, Muaviyaning qo'shini tomonidan shahid qilingan edi. Ammar ibn Yasir shahid qilingan vaqtida 93 yoshda edi. Muaviya payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Ammar ibn Yasirni bag'iy kishilar o'ldirdi. Ya'ni haqli kishiga qarshi chiqqan osiy bag'iy kishilar o'ldirdi degan bu hadisni anglab cho'chib ketdi. Va Ammar ibn Yasirni biz o'ldirmadik. Uni urush maydoniga elib chiqqanlar o'ldirdi. Agar Ammar ibn Yasirni urush maydoniga elib chiqmagan bo'lsa, u o'ldirilmaydi deb o'zini aqlamoqchi bo'ladi. Ba'zi sahobalar Muaviyaning bu so'zini anglagandan keyin gumonlarga tushdi. Hazrat Ali bu gapni anglab, undaqda Hazrat Hamzani payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'ldirayotganmi? Uni urushga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom elib chiqqan. Agar bir odamni urushga elib chiqqan o'ldirayotganlik hisoblanadigan bo'lsa, Hamzani payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'ldirgan bo'lmamdi deydi. Hazrat Alining bu o'tkir so'zini olgan sahobalar, biz haqiqat tarafda ekanmiz. Ya'ni Hazrat Ali haqiqat tarafda ekan. Chunki Ammar ibn Yasir biz tarafda uni bag'iylar o'ldirdi deb o'zining haqiqat tarafda ekanligini ta'kidlaydi. Amr ibn As Ammar ibn Yasirning o'zi tava qo'shin tarafidan o'ldirilganligini ko'rib, nihoyat yig'lab ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o hadisini eslaydi va koshki men bundan 20 yil burun o'lib ketgan bo'lsam, bu hodisalarga shohid bo'lmagan bo'lsam deb nihoyat pushaymon qilib ketadi. Shunda qilib shahid ota-onaning o'g'li shahid Ammar ibn Yasir bu dunyodan qo'shilishadi. Alloh taolo Ammar ibn Yasirga o'xshash iymon uchun badal to'laganlarga, iymon uchun kelgan musibatlarga sabr qilganlarga rahmat qilsin. Iymon uchun kelgan qiyinchiliklarga sabr qilganlar, Allohga isyon qilmaganlar, qaqshamaganlar, iymonni tarbimaganlar bugun kunimizning Ammar ibn Yasirlaridir. Alloh taolo bizga Ammar ibn Yasirga o'xshash mustahkam, chidamchan, sabrchan iymon ato qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uni sifatlagandek tirnoqimizning uchidan boshlab topinimiz qadar bizni iymon bilan to'shqilib nasib qilsin. Sahabilar izidin chaqnagan izzat nuri
Ötgeni sıkın idin Hak İslam'ın tülhuli Baş egmez kafirha Şiddet bilen akseli Hemze Halit Musettek Şir yücek oğlanları